Internetdagi ochiq ma'lumotlarga qaraganda, yiliga o'rtacha 2.600.000 inson alkogoldan vafot etadi. Bu taxminan har yili bitta kichkinagina shaharcha yo'q bo'lib ketadi degan. Va eng yomoni shundaki, alkogol iste'mol qilayotgan inson o'zini o'zi zaharlayotgani va asta-sekin o'limga qarab ketayotganini hech qachon tushunmas ekan. Nega insonlar alkogol ichimliklarini iste'mol qilishadi va bu nega bu qadar yoqimli? 2018-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, alkogol inson organizmiga kirishi bilan miyada dopamin moddasining portlashi yuz beradi va bu xuddiki miyaga bu ish yaxshi, buni yana qil degan signal berishga o'xshaydi. Miyada shunday bir modda bor. Uni oddiy qilib tormoz deb tasavvur qiling. U nerv hujayralarining haddan tashqari faol bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Alkogol ichganda esa shu tormoz tizimining ta'siri kuchayadi. Natijada miya faoliyati sekinlashib, odam o'zini bo'shashgan, xotirjam va erkin his qilishi mumkin. Shuning uchun ichgan odam hammasi yaxshi, o'zimni juda yaxshi his qilyapman degandek tuyuladi. Aslida esa bu haqiqiy baxt emas, balki alkogol miyaning normal ishlashiga vaqtinchalik ta'sir qilgani uchun paydo bo'ladigan holat hisoblanadi. Muammo shundaki, miya bu holatdan juda tez o'rganib qoladi. Har safar alkogol tormozni o'chirganda, miya buni yangi normal holat deb qabul qila boshlaydi va o'zini shunga moslashtiradi. Doimiy ichadigan odamning miyasi asta-sekin ko'proq o'sha moddani ishlab chiqarishga o'tadi. Xuddi tormozni doim bosib turgandek va aynan shu yerda eng dahshatli narsa yuz beradi. Agar bu odam birdaniga ichishni to'xtatsa, miyadagi haddan tashqari ko'paygan u modda hech narsa bilan muvozanatlanmay qoladi va bu asabiylik, tashvish, hatto talvasaga olib kelishi mumkin. Ilmiy tilda bu ochlik sindromi deb ham ataladi. Aynan shuning uchun ko'plab alkogolga qaram insonlar xohlagani uchun emas, balki alkogol ichishdan o'zini to'xtata olmaganligi uchun davom etaverishadi. Endi bir muhim savolga qaytaylik. Nega bu qadar ko'p inson bunaqangi ayanchli holatga tushdi? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yildagi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha taxminan 400 million kishi, bu deyarli Amerika Qo'shma Shtatlarining butun aholisiga teng son. Va eng achinarlisi, bu o'limlarning eng katta qismi 20 dan 39 yoshgacha bo'lgan, ya'ni eng faol va eng yosh avlod orasida sodir bo'lmoqda. Demak, alkogolga qaramlik shunchaki irodasi kuchsiz odamning muammosi emas. Bu miyada yuz beradigan murakkab jarayon bilan bog'liq. Alkogolni muntazam iste'mol qilish davom etgani sari miya unga moslasha boshlaydi. Oddiy qilib aytganda, miyadagi gaz va tormoz tizimlari asta-sekin o'zgaradi. Eng xavfli tomoni, bu o'zgarishlar odamning o'zi sezmagan holda ham boshlanishi mumkin. Shuning uchun alkogolning miyaga qanday ta'sir qilishini bilish muhim. Chunki bu bilim o'zingiz va yaqinlaringiz uchun ongliroq qaror qilishga yordam beradi. Video yoqqan bo'lsa va ozgina bo'lsa ham foyda yoki qiziqarli ma'lumot olgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib bizani qo'llab-quvvatlang. Chunki siz bosgan like bizga motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarimizni qiziqarli va yanada foydaliroq qilib chiqaramiz. Obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.